Barchamizga ma'lumki, Navro'z arafasida ko'pchilik sumalak, halim taomlar qilinadi. Mana shu taomlarning qilinishiga sabab odatda rizq bilan bog'liq qarashlar hisoblanadi. Ya'ni rizq zanjirining uzilmasligiga qadimdan ota-bobolarimiz amal qilib kelishgan. Buning uchun yoz-kuz fasllarida o'rim, ya'ni hosillar yig'ib olinayotgan vaqtda yerning eng yaxshi joyida, yaxshi o'sgan bug'doylar oblo baraka hududi deb tanlangan va kim mana shu joyni o'rib olsa, shu oblo barakaga ega bo'ldi deyilgan. Shunday bug'doylar maxsus joylarda saqlangan va ular bahor kelishi bilan sumalak uchun ishlatiladigan bug'doylarga yoki halim uchun ishlatiladigan bug'doylarga orasiga qo'shilgan. Ya'ni o'tgan yilgi hosilning bug'doylaridan foydalangan. Shuningdek, maxsus olingan oblo baraka sifatida, ya'ni yerning barakasi sifatida ajratib olingan bug'doy keyingi yil ekiladigan bug'doy urug'lari orasiga ham qo'shilganki, ya'ni rizq zanjiri uzilmasin va navbatdagi yilimizda ham barakali hosil bo'lsin degan amallar qilingan.